qiz qo'lini bunday qilib uzoqqa qarab turibdi. Demak, bu qarash nima u? Ya'ni bu kan hieroglifini kelib chiqishi. Ko'ryapsizlar? Demak, birinchi inson va ko'z. Ko'ryapsizlar? Demak, o'sha joyda kan so'zi kelib chiqqan. Bundan keyingi so'zimiz esa sin. Bu qanaqa so'z? Xat. Demak, xat. O'sha paytlarda xat yozish bo'lganmi? Albatta bo'lgan, to'g'rimi? Ya'ni tariximizga nazar solsak ham, boyagi podshohlar davrida ham xat yozish bo'lgan. Ya'ni boshqa davlatga xat yozilgan. Va o'sha paytda sin so'zi qanday kelib chiqqan? Mana bu odam kaliti, to'g'rimi? Odam kaliti. Odam kaliti demak pichirlab aytadimi yoki umuman biron bir ovoz bilan o'sha paytda baqirib, ya'ni podshohlar davrida baqirib xabar yetkazishgan. O'sha baqirib xabar yetkazganligi uchungina sin hieroglifi tashkil topgan. Bu ikkita so'zning nima? Tarixi.